Yurtdoshlar, assalomu alaykum. Hurmatli kelinimiz hamda kuyovimiz bugungi baxt ayyomi hamda baxt taxti muborak bo'lsin. Yana bir bor assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum fayzli kechamizga kelgan qadrli sizlar. Qadamingizga yana bir bor hasanotlar bo'lsin deymiz. Chiroyli duolar ayni mudo bo'ladi. Ayni daqiqalarda esa yana bir bor hojatxonalarimizga yuzlanamiz. Bizni eshitayotgan bo'lsangiz, dingiz bilan bugungi fayzli kechamiz yana ham ko'tarinki kayfiyatda o'tishiga biz ishonamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Yig'ilgan ota-ukalar, singillarimiz, mehmonlar, mehmonlar, Ilohim Parvardigor, jonlar sog' bo'lsin. Qo'shgani mana hammasi qo'shadi. Hojatxonalarimizga qarsaklarni baralla chalamiz azizlar. Olqishlab turamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kelinglar aziz mehmonlar.